Yo'q, mana buni holatini qaranglar. Bunaqa ideal holatda ishlatish uchun nima qilish kerak ekan? Bu telefonni korobkasiga solib ishlatmasdan olib qo'yib 1-2 yil asrash kerakmikin deyman-da. Qaranglar, ajoyib holatda saqlanib qolgan ekan. Buni ishlatgan egasi juda ham avaylab, asrab ishlatgan bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan juda ham qattiq mehnat qilib, halol topgan puliga olganligi sababli mashinaqa ideal sostoyanida ishlatgan bo'lsa kerak. Katta ehtimol, meni taxminim shunday ekan. Xullas, shu telefonimizni sotuvga qo'ydik. Operating tizimi 8+3 xotirasi 256 GB, korobka dokumentlari bor albatta. PUBG'da bemalol 60 FPS da ishlab bera oladi, hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Ushbu telefonimizni $115 ga sotuvga qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, tez aloqa qilib qo'yarsa, bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. BTS pochtasi orqali dastavka qilib bera olamiz. Boshqa viloyatdan turib bemalol zakaz bersangiz ham bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Eng arzon telefon kanalimizda arzon narxda Poco X6 Pro ko'p turgan holatlar yaxshi holatda, imekasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan ikkita sim kartali ushbu telefonlarimiz xotirasi 12 ga 256 GB xotiraga ega, narxi $215 dan qilib beramiz. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Videoga like hamda obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. PUBG Mobile'da ushbu telefonimiz 120 FPS ochadi. Atigi 400 ming so'm evaziga Samsung S25 Ultra ni xarid qilishni xohlaysizmi? Ushbu videoga like bosing hamda obuna tugmachasini bosib qo'ying. Men sizlarga Samsung S25 Ultra ni atigi 400 ming so'mga qilib beraman. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Ushbu telefonimiz Lux kopiya, hamma yo'q ideal, yangidek holatda, korobkalari ham bor. Imekasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, yaxshi holatda turibdi. Kelib ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Videoga like bosiz, esdan chiqmasin. Do'stlar, iPhone 15 arzondan keladigan do'stlarimizga ushbu videoni tashlab qo'yamiz. Sababi iPhone 15 arzondan kelib qoldi, ko'p turganingizdek. Mana shu joyida ozgina uchgan joyi bor. Ko'p turganingizdek, ustidagi oynagida. Qolgan joylari zo'r. Xotirasi 128, batareyka yomki 86. Korobkasi ham bor. Imekasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Kelib ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Aniqrog'i, mana shu klientimizga o'zimiz sotgan edik. Telefonni almashtiraman deb endi kelibdilar. Shuning uchun mana shu joyda ozgina uchgan joyi borligi uchun arzon narxda qilib beraman dedilar. Siz obunachilaringizga narxini $380 ga qilib beramiz. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerga aloqa chiqib, mana shu aka bilan baraka qilib olishingiz mumkin. Narx arzon, ammo sifati yaxshi bo'lgan iPhone 8 Plus gold rangligidan keldi. Ko'rishingiz mumkin, holatiga bitta baho berib qo'yinglar. 10 dan 8 baho qo'yish mumkin. Chiqqaniga ancha qo'ygan, lekin mana shu holatda saqlangan uchun ham bu telefonga rahmat aytib qo'ysak bo'ladi. Xotirasi 64 GB, batareya yomkisi 100%. Uslini qilib qo'yilgan, yangi batareya qo'yilgan, hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Imega ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, albatta 30 kun davomida garantiyasi bilan qilib beramiz. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, sizga tez pochtasi orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun mana shu nomerlarga telefon qiling yoki shu nomerda ochilgan Telegram orqali biz bilan bog'lanib qo'shimcha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Aytgancha, narxini shpilab qiziqayotganlar uchun $105 ga berib yuboramiz. Qiziq bo'lsa, tez aloqa qilib qo'yasizlar. Bunaqasi faqat bir dona sotilib ketib qolish xavfi juda ham yuqori. Sotilib ketib qolgandek, "Voy, ulgurmay qoldim" deb yurmang degan ma'noda sizni sotib olishga chorlab qolyapman. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Arzon narxda Samsung S21 Ultra ko'rib turganingizdek holatlar o'rtacha holatda, mana shu joyida g'ilof chizilgan joylari bor. Qolgan joylar juda ham yaxshi holatda. Hech qanday ayb yo'q. Imekasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan bitta sim kartali Koreya uchun ishlab chiqarilgan model. 256 GB xotiraga ega. Instagram kanalimizda o'tgan safar $235 dan 4 ta qo'ygan edi 21 Ultra dan sotilib ketuvdi. Bu safar mana bir dona bor, $235 ga qilib beramiz ushbu telefonimizni. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Shunaqangi arzon narxdagi telefonlar o'tkazib bormaslik uchun kanalimizga a'zolik tugmachasini bosib qo'ying. Like bosish ham esdan chiqmasin.